Qızlar, balla bayramlıq oğallarımızga, qızlarımızga rahat alet qanday kiyimlarni kiydirishni bilaman atamsizlar. Bu yil eng moda bo'lgan mana Nojaning kiyimi. Shunchalik yumshoq, shunchalik rahat alati chiqdi juma qizlar. Ma ishtini tavran alat bo'yicha bordo qulanlarga. Andan mavi ham bonusqa qizlar, ma ham bonusqa bek chiroyli chiqdi ekan. Hozir chiqargan kiyimlarimningki qizlar hammasining nomeri 90-nomerdan tatib 130-nomergacha chiqdi. 1 yoshdan tatib 5 yoshgacha bolalarimiz xattirjam zakaz qilsanlar bo'ldi juma qizlar. Ma ishdan nomi yanchiqon bek umaq alati chiqdi. Biroqtimi qizlar bolalarimizning badanini qat'iy qizdatmaydi, bearam qilib etmaydi. Çoxum rəsm tatib yo'llashni tıqamanlar inkas rayoniga qizlar, yaxto'g'anlaringlarni. Mavi ummaq malikalarimizningki, ma maykisi qizlar, mavi yubkisi. Ma yubkisim shunchalik ummaq qalati chiqdi, andin yubkisiningki qizlar ich tarafda, mana o'sha ishdan shaklli qalatda chiqdi. Ma ich tarafmi dakraqchimi bolalarimizning badanini qat'iy qizdatmaydi, bearam qilmaydi. Buni nomeri o'xshashdan 90-nomerdan tatib 130-nomergacha chiqdi. Ma malikalarimizning vaqt chiroyli qalati chiqdi qizlar. Mavi hozir o'xshashdan yubka chiqdi. Ma yubka nomi o'xshashdan ich tarafga dakraqda asta tutib etgan juma bolalarimizning. Endi ishteklam o'tirib qo'pashda men yoz vaqtida nim qilganmisin deb. Ishtek kiydigan ish kiyimlardan tatib ajma mayli o'g'allarimizdan bo'lsin, mayli qizlarimizdan bo'lsin qizlar. Mana nomer o'xshashdan 90-nomerdan tatib 130-nomergacha chiqdi. Biroqtimi shunchalik yumshoq, shunchalik rahat alati chiqdi. Qizlar, ma o'g'allarimizninki bek so'rin alati chiqdi juma. Shaxsan men o'zim bek yoqtirdi. Men o'zimning o'g'limga mishnus qildim birni kiydirmoqchi, rahat, yengil alatda. Bu nomer o'xshashdan 90-nomerdan 120-nomergacha chiqdi. Takraq bolalarimizning badanini qat'iy qizitib etmaydi. Shunchalik yumshoq alati chiqdi. Ma sayatlarga opirishga intayin mos kelgan kiyimlarimiz shunchalik yumshoq alati chiqdi juma. Bolalarimizning badanini qizitib etmaydi, shunchalik rahat chiqdi. Bolalarimizning sayatlarga chiqqan vaqt kiydirishimiz bek mos keldi qizlar. Mening har xil ranglardan bor. Hozir hamma ranglarni men sizlarga chiqarib beray. Manusquma shunga o'xshash rahat alati chiqdi. Bu o'g'al qizlarimiz o'rtaq alati kiydira olamiz qizlar. Mana o'xshashdan o'g'al qizlarimiz o'rtaq alati kiydirsak bo'ldi. Shunchalik yumshoq alati chiqdi. Mana ishtiningki keyin tarafni umaq kasiyonchiqlari bor. Ma bosh chiqargan ikki xilninki yon tarafdan yonchiqi bor qizlar. Mavi yana bir xil rangi qizlar. Maramin tayin chiroyli alati chiqdi juma. Buni o'xshashdan yon tarafda yonchiqi bor alat bo'yicha chiqdi. Qaysi xilni yoqtirsanlar cho'qim rasm tatib inkas rayoni qoldirib qo'yishni tıqamanlar juma qizlar. Ma pisa shakllikninki bu shunchalik so'rin alati chiqdi qizlar. Ma bek chiroyli chiqdi. Ma o'xshashdan o'g'al qizlarimiz o'rtaq alati kiydira olamiz. Miyadan jig'ib bilan qo'yib qo'ysak, miyadagi kuchukning yuzi butun yipiladi. Mana ichivesak ichiladi qizlar. Mana ishtinim bek chiroyli alati chiqdi. Ko'rib yiqinglar. Mana bu ikki xil rang bo'yicha chiqdi. Mana qizlar bolalaringlarningki aysanni yoki yozsanni inkas rayoni qoldirib qo'yinglar. Bu daliq men yangilik kiyim-kechaklarni chiqarib bergan vaqtimda sizlarning bolalaringlarga eng mos keladigan alatkidan chiqarib beraman. Şunu çoxum meni kontrol qilishni unutqanmanlar, bolalaringlarni aysanni qoldirib qo'yishni unutqanmanlar. Newday bidaykun yoqtiradigan qizlar manusqini ko'rib yiqinglar. O'g'al qizlarimiz o'rtaq alati kiydirsak bo'ldi juma qizlar. Mavi ichininki maykisi, ichining maykisi shunchalik yumshoq alati chiqdi. Mana o'g'al qizlarimiz o'rtaq alati kiydira olamiz. Nomeri 80-nomerdan tatib 120-nomergacha chiqdi. 1 yoshdan tatib qizlar 4 yoshgacha bolalarimizga kelgan nomerlardan bor. Mana qizlar ma iyiqchaqninki ma iyiqchaqning bidaykosim shunchalik chiroyli alati chiqdi. Uzun qisqilqin miyadimi tanishiy olamiz qizlar. Ma bu maykisi italat bo'yicha chiqdi. Mana nomeri qizlar 90-nomerdan tatib 130-nomergacha chiqdi. 1 yoshdan tatib 5 yoshgacha bolalarimizga kelgan nomerlardan bor. Qizlar bugun chiqqan kiyim-kechaklarimning ichida qaysini eng yoqtirdinglar, yaxshi ko'rganinglarni cho'qim inkas rayoni qoldirib qo'yish unutqanmanlar. Bolalarimizga aloqalar yoki mushamildor aloqador qanday narsalarga mahsulotlar ehtiyojinglar bo'lib qolsa inkas rayoni qoldirib qo'yinglar. Men sizlar ehtiyojli eng yangilik mahsulotlarni budaq filmda cho'qim zo'pin ishlab chiqarib berman. Budaq yangiliklarni ko'rishlik xayr xo'sh.